Men preventiv vrach, psixoterapevt Gulhayo Komili bugun sizlarga nevrozni bir ko'rinishi bo'lgan vahima xurujidagi eng effektiv texnikalar bilan bo'lishaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi texnika bu nafas texnikasi. Bunda siz har doim odatlanganingiz kabi ko'krak orqali emas, balki qorin orqali nafas olishni mashq qilishingiz kerak. Chunki qorin orqali nafas olishingiz sizni diafragmalaringizni bo'shashtiradi va sizga bu tezroq bo'shashish hissini beradi. Nima qilishingiz kerak? Bitta qo'lingizni ko'krak qafasingizga qo'yasiz, ikkinchi qo'lingizni qorningizga qo'yasiz va har safar burun orqali sekinlik bilan nafas olayotgan paytingizda sizni har doimgidek, siz odatlangandek ko'krak qafasingiz ko'tarilishi kerak emas, balki qorin biroz shishishi kerak, ko'tarilishi kerak. Demak, nafas qorin shishadi, nafas chiqarasiz, qorinni orqaga qaytarishingiz kerak. Bu texnikani yana ham effektiv qilish uchun siz tasavvur qilsangiz bo'ladi, o'zingizni qorningizni xuddi bir shardagi va har safar qorin ko'tarilayotganda, ya'ni nafas olayotgan paytingiz tasavvur qiling, shar shishyapti. Nafas chiqarayotganingizda esa shar sekin kichrayapti. Siz qorin orqali nafas olishni o'zingizga odatga aylantirishingiz uchun bir yoki ikki marta bu texnikani bajarish effektiv bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda bir oy davomida bir kunda 2 mahal 5 daqiqadan mana shu mashqni bajaring va kerak paytda, qachonki sizda vahima, trevoga yuqori bo'lganda, qo'rquv kuchli bo'lganda, mana shu mashqni albatta bajaring, chunki bu mashq sizga yuqori darajadagi bo'shashish hissini beradi va siz tinchlanasiz. Demak, keyingi texnika bu vahima xurujida tezkor yordam. Buning uchun siz texnikani nomini shunchaki esda saqlab qoling. Texnikani nomi 5 4 3 2 1. Bunda siz xuruj boshlanish arafasida qo'rquv kuchaygan paytda vahimangizni, qo'rquvingizni ichiga kirib ketmaydi, shunchaki uni chetdan kuzating va atrofingizdagi 5 ta buyumni nomini sanang. Siz ko'zingiz tushayotgan 5 ta narsani nomini aytib o'ting. Bundan tashqari 4 ta sizni tanangiz tegib turgan narsani his qiling yoki bo'lmasam qo'lingiz bilan qanaqadir yon atrofingizdagi predmetni, narsani ushlang. 3 ta atrofingizdagi ovozni eshitishga harakat qiling. Bu bo'lishi mumkin oynadan tashqaridagi mashinalarning yurgani, xonadagi qanaqadir ovozlar, musiqa, sizni nafas olishingizni ovozi, istalgan 3 ta ovozga diqqatingizni qarab, uni ajratib oling. Siz his qilayotgan, sezayotgan 2 ta hidni aniqlashga harakat qiling va bitta ta'mni sezishga urinib ko'ring. Siz bor diqqat e'tiboringizni mana shu mashqni bajarishga qaratgan paytingizda sizni qo'rqitadigan hayollaringiz chalg'ib ketadi va siz shu orqali o'zingizga juda ham katta yordam berasiz, chunki bu sizni qilgan ishingiz sizdagi vahima xurujini qo'rqinchli darajasini pasaytirishga va uni tezroq tugashiga yordam beradi. Demak, siz qo'rqayotgan paytingizda o'ylashingiz mumkin, agar bor diqqat e'tiborimni qo'rquvimga qaratsam, xuddiki men uni nazorat qilyapman va u meni nazoratim ostida deb o'zingizni tinchlantirishga harakat qilishingiz mumkin, lekin bu noo'rin yordam bermaydi sizga. Siz o'zingizni diqqatingizni chalg'itish orqali, ya'ni qo'rquvingizdan, qo'rquvli fikrlaringizdan, tanangizdagi hislarni qo'rqinchli tahlil qilishdan chalg'igan paytingizda mana shu texnika orqali diqqatingizni to'g'ri narsalarga qaratgan paytingizda sizdagi qo'rquv, vahima, trevoga darajasi kamayadi va siz bundan tezroq chiqib ketasiz. Keyingi texnika bu chuqur mushaklar relaksatsiyasi, Jacobson bo'yicha texnikasi va bu texnika aynan klinik olamda juda ham katta qo'llaniladi, mashhur texnika. Esda saqlab qoling. Texnikani maqsadi nimaga qaratilgan? Tanani istalgan mushaklarini, gruppa mышц deymiz, ya'ni mushaklar guruhini zo'riqtirish va bo'shashtirishga qaratilgan. Chunki siz mana shu mashqni qilayotgan paytingizda ma'no bir xil. 5 4 3 2 1 da ham siz o'zingizni diqqatingizni chalg'ityapsiz qo'rquvingizdan. Bu mashqni qilganingizda ham birinchi navbatda siz o'zingizni diqqatingizni tanangizdagi ощущениyalarga qaratasiz. Ikkinchidan siz zo'riqqaningizdan keyin, mushaklar zo'riqqandan keyin
maksimal darajada bo'shashish hissini his qila oladi. Shuning uchun ham nima qilish kerak? Tasavvur qiling, qo'lingizni musht qilasizda, uni his qilishga harakat qilasiz. Qanaqa zo'riqyapti qo'lingiz? 5 soniya qo'lingizni bor kuchingiz bilan zo'riqtiring. 5 soniyadan keyin esa uni bo'shashtirasiz va uni kuzatib, unda qanaqa tana hislari bo'layotganini tushunishga harakat qilasiz. Agar siz qo'lingiz bo'shashayotganini his qilmasangiz, bu qo'l mushaklari bilan demak bu mashqni bir necha marta qilishingiz kerak. Chunki agar siz bitta zo'riqtirganingizda chuqur bo'shashishni his qilmasangiz, bu degani siz aynan shu mushaklar gruppasi bilan ko'proq ishlashingiz kerak degani. Chunki har doimgi trevoga, qo'rquv, xavotirda yashaydigan tana doimiy zo'riqishda bo'ladi. Doimiy zo'riqishni mushaklar eslab qoladi. Mushaklar zo'riqishdan boshqa hissi esdan ham chiqarib yuboradi. Ya'ni bo'shashish qanaqa, relaks qanaqa degan narsani umuman esdan chiqarib yuboradi. Siz har bir safar mana shu mashq qilayotganingizda o'zingizga, tanangizga aynan o'sha gruppa mushaklaringizga eslatib qo'yishingiz kerak. Bo'shashish o'zi qanaqa? Relaks qanaqa narsa u? Va siz har safar zo'riqtirib bo'shashtirgan paytingizda tana o'sha bo'shashish hissini eslab qolishga harakat qiladi. Men sizga hozir bu mashqni faqatgina qo'llarni, demak 5 soniya qattiq zo'riqtirib, keyin 15 soniya bo'shashtirish orqali ko'rsatdim, lekin bu mashq butun tanadagi hamma mushaklar bilan qilinadi. Masalan, yuzimizni oladigan bo'lsak, yuz mushaklarimizni ham biz zo'riqtiramiz. Qanaqa qilib? Deylik, ko'zlarimizni qattiq yumamiz 5 soniya va bo'shashtiramiz. Peshona sohamizni olsak bo'ladi. Peshona sohasida ham xuddi shunaqa yuqoriga ko'zlarimizni, qoshlarimizni ko'tarib 5 soniya tirishtiramiz va keyin bo'shashtiramiz. Burun bilan qilinadi, og'iz bilan qilinadi, butun tana bilan qilinadi. Hattoki oyoqlarimiz va oyoqlarimiz barmoqlarigacha har bir tanani mushaklarini guruhi bu mashqda ishtirok etishi kerak. O'zi bu mashqni bajarishi ketma-ketligi bor, qonun-qoidasi bor, lekin siz aynan mana shu klinik tasdiqlangan eng foydali texnikani Telegram kanalimda guide sifatida topishingiz mumkin va bundan har kuni foydalaning. Guidening linkini esa pastdan topishingiz mumkin. Eslatib o'taman, sizga bugun bergan barcha texnikalarim bir martada bajarganingizda ideal sizda ketmaydi. Buni esa saqlab qoling. Siz bu texnikalarni doimiy ravishda qilishingiz kerak. Chunki siz birinchi marta nimadir qilayotgan paytingizda avtomatik qila olmaysizda bu narsani. Sizda ko'nikma shakllanishi uchun, bu texnikalarni bajarish avtomatizmga aylanishi uchun va aynan vahima xuruji paytida siz bundan effektiv foydalana olishingiz uchun siz bu texnikalarni oldin o'rganib olgan bo'lishingiz kerak, ko'nikkan bo'lishingiz kerak. Sizda navik deymiz, ko'nikma shakllanishi kerak va bu hech bo'lmaganda 1 oy davomida doimiy ravishda bajarganingizdagina sizda paydo bo'ladi.